الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn İsmail al-Bukhari rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad as-Sahih namliq Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan bu kitobning Kitabu al-Ilm degan bo'limining Babu man rafa'a sawtahu bil ilm degan bobga keldi. 3-bob, ya'ni Kitabul Ilmning qancha bobi? 3-bobi. Amma hadis bo'yicha aytganda hadis nomeri mening basmadagi men hozir ko'rayotgan basmadagi qoida bo'yicha hadisning nomeri hadisning boshidagi Imom Buxorining birinchi hadisini tartib qo'yilgan ekan, hadis nomeri. Lekin bob nomeri shu kitob qarab yani Kitabul Ilmning 3-bobi kelganimiz. Shunda kim tamoq oson bo'lish uchun bunday hisoblasanglar. Menda 60-hadisga sizlardan ekan. Hadis 60 ekan, tamam. To'g'ri, birinchi Buxorining 5-hadisini boshlab hozirgacha 60-hadis kelibmiz. Alhamdulillah, biz 60 hadis o'qib endi. Xo'sh, endi babu man rafa'a sawtahu bil ilm, ya'ni ilm bilan o'zining ovozini ko'targan kishining bobi deydi. Imom Buxorining maqsadi nima bu bundan? Imom Buxorining maqsadi nima? Bu bobni keltirishdan desa, hadisdagi mazmun bilan nima selishtirganda qaraganda Imom Buxoriy vallohu alam demoqchi ekanki, ya'ni asli payg'ambar alayhisalom degan varqirab gapirmaydi, sahhob emasdi. Sahhob degan bilasizlarmi? Ya'ni to'laydigan, varqiraydigan, bo'ldi, ha deydigan kishi yo'q edi payg'ambar alayhisalomning. Ya'ni normal faoliyatlarda, normal muomalalarda, jamiyat turmushda qat'iy varqirmaydi, ülli gap qilmaydi payg'ambar alayhisalom. Ammo qachon Alloh taolaning haj chegiralari bisib o'tilsa, qachon shariatga xilof ishlar ko'rilsa, shu chaqda Alloh uchun xafa bo'ladi, Alloh uchun g'azablanadi, Alloh uchun to'laydi. Tushundingmi? Ya'ni demak Imom Buxoriyning bizga mabobdan ko'rsatmoqchi bo'lgani normal gap qilganda normal ovoz gap qilish kerak. Chunki Qur'oni Karimda xo'sh, endi demak, shu bob bilan keltirmoqchi bo'lgani payg'ambar alayhisalom normalda varqirab gapiradigan kishi emas edi, lekin qachon Allohniki chegaralar buzib o'tilsa, shariatga xilof ishlar yuz bersa, shu chaqda xafa bo'lib qattiq vaqirati, g'azablanadi, xafa bo'ladi. Shuni so'zlamoqchi. Demak, olimmi ilm yo'lida, ilmni ullik ovozda qachon shariatga xilof ishlar ko'rilsa, shu chaqda xafa bo'lib, g'azablanib, ullik ovozda to'lab, boshqalarga bir ta'sir ko'rsatish uchun to'g'risi bo'ladi degan so'z. Lekin ammo normalda vaqirab gapirish Alloh taolo Qur'oni Karimda ijekka o'xshatgan vaqirab gapirgan ovozdan. Ya'ni inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ijek ovozdan eng yiqimsiz, eng shu boshqalar yoqtirmaydigan qabih ovoz qaysi ovoz? Ijekning ovozi. Ya'ni ijekning ovozi nima qilsa? Ullik, yuqori bo'lganlik uchun. Shu ijekning ovozi eng qabih ovoz bo'lganlik uchun shayton kirgan. Shu zaminning ichidagi eng yomon yana deydi o? Baza. Nima uchun? Bazada varang-churang, Allohning zikri bo'lmay, to'xtamay varang-churang bo'ladigan yer. Zaminning ichidagi eng ulug' makon, yaxshi makon qaysi? Masjid, Allohning uyi. Chunki u yerda faqat Allohning fi buyutin azinallohu ay yuzkara fi hasmu. Tushundingmi? Allohning zikri g'ana aytilib ko'tariladigan, undan boshqa ovoz ko'tarilmaydigan makon nima? Masjid. Shuni qiyos qilib kelsak, ya'ni ovozlarning yuqori ovozdan ichida eng yaxshi qaysi? Allohning kalomi. Allohning nahiy amr ma'ruf, nahiy munkar bilan ko'tarilgan ovoz eng yaxshi ovoz, undan boshqa ko'tarilgan ovoz chamisi eshakning ovoziga o'xshaydi. Tushundinglarmi? O'lsanda mutasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan bizga Abu Nu'man hadisi deb berdi, Abu Nu'man mundaq dedi. Bizga Abu Avana hadisi deb berdi. Abu Avana Abi Bishridan rivoyat qildi. Abi Bishr Yusuf ibn Mahikdan rivoyat qildi. Yusuf ibn Mahik Abdullah ibn Amrdan rivoyat qildi. Ya'ni Abdullah ibn As demakchi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma mundaq dedi. تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz sefer kılgan bir seferde bizden ayrılıp kaldı. Biz sefer kılgan bir seferde bizden ayrılıp kaldı. فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْحَقْنَا وَقَدْ اَرْحَقْنَا الصَّلَاةُ وَقَدْ اَرْحَقَنَا الصَّلَاةُ وَقَدْ اَرْحَقَنَا الصَّلَاةُ وَقَدْ اَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ. İki xil ibaret var şunu anlama. İkisi caiz. Yani bir rivayette de وَقَدْ اَرْحَقَتْنَا الصَّلَاةُ dep kelgen. Hemmesi caiz. Lakin ma'na okşamaydı. Fe'edrekena Resulullah bizge yetişip aldı. Edreke deyen taptı yani yetişip aldı deyen. Keynedin kolap kelip yetişip alganını kendini koşulup gelgenini edreke deydi. Yani Resulullah bizge yetişip aldı. Vakad erhakana medik vav hali. Halbuki bizni erhakna sala degan gap erhakna yoki erhaqatna salatu desek yani bizni namaz qistap qolgan edi. Namazning vaqti nihoyat qistap qolgan edi. Yoki ajjalana desek namaz bizni sal oldirib qo'ygan edi. Namazdan vaqti qistap qilib, shu sababdan biz oldirib qolgan edik. Yoki biz erhaqna salata degan gap agar erhaqna salata bo'lsa, bu chaqda biz namozni sal kechiktirib solgan edik. Ya'ni Rasululloh kelganda o'qiymiz debmi yoki yo'l sababi tufaylikmi namozni avval vaqtida qolmay, oxirgi vaqtda kelib qolgan edi. Namozni biz kechiktirgan edik. Demak, uch xil ma'noda aytishimiz joiz. Tushunarmi? Ya'ni agar erhaqna salata desak, ay axharna salata degan bo'ldi. Biz namozni kechiktirgan edik. Vaqtini avval vaqtidan kechiktirgan edik keyingi vaqtda. Yoki erhaqana salat desa namoz bizni ayna ajalana yoki ajjalana. Namoz bizni biroz oldirib qo'ygan edi. Ya'ni bizniki namoz vaqtini kechiktirganlik sababimizdan namoz bizni biroz oldirib qo'ygan edi va nahnu natavadda. Halbuki biz taharat almoqda. Ya'ni Rasululloh qanday chaqib keldi biz yanimizga biz namozni kechiktirib selib, uni keyindan oldirib tenab namoz vaqtiga kelibsizda nihoyat tez taharat olgan. Çağışı apulaş pula taharat aldığı vaqtimizda Rasululloh keldi demekçi. Yani bir şeydeki sahabelarniki taharatni kamil almasının sebebi nima edi? Namazning vaqtining oz qolganligi va oldirganligi edi. Shu sababdan. Tushundinglarmi? Bo'lmasa sahabelarning taharatni chalib-chalib olmaydi. Hammasi kamil edi. Lekin shu vaqtning o'zi shunda bo'lib qolgan edi. Tushundinglarmi? Faja'alna namsahu ala arjulina. Shuni bilan bizning putlarimizga masih qilg'ili turdik degan ya'ni chala-chalpaq yo'g'itdik. Yo'q masih emas a? Siz masih desa o kanalda sahablar futun masih qilgan joylar bo'lar, qamon yaqinda emas. Ya'ni g'asalna nima? Bilam'an, bixafaqan ya'ni bunda parchaqlarimizni bu yerda chalg'atgan shaklda nihoyat tez chala-chalpaq deymiz endi. Ala, chala yo'g'itdik degan bo'ldi ma'nosi. Namsahuni ma'nosi nag'siydi o. Lekin nima? Chala, kamil emas, tushunarmi? Biz putlarimizni çalı-çalpak yuyuşqı başladık. Medca'alna'nın ma'nosi nima? Yani biz şöyle şer'ana degan bo'ldi. Fanada bi'a'la savti. Peygamber Aleyhisselam o'zining eng ulug' ovozi bilan to'ldi, tushunarmi? Peygamber Aleyhisselam eng ulug' ovozi bilan. Demak, men 5ta so'z degan kelmishadi mana. Vaylul lil aqabi minan nar. Yani aqab degan so'njaq degan bo'ldi. Yani devzaqdan bo'lgan so'njaqlarga voy isid. Bunu demekçi lil aqab'nin biyadiki bu mecaz. Yani bu itlaqu el juzu iradetul kul degan babdan. Yani pacını sözlep nemine bütün irade qilish. Yani li ashabil aqabi minan nar degan. Yani muşundaq nimiş aqabni keltirib biyada? Çünkü ularniki o'tqa kirishga sabab bo'ldig'ini nima? Shu so'njaq bo'ldi. Mush so'njaqni chala-chalpaq yuyish. So'njaqlar chala-chalpaq yuyilganlik sababidan buni o'tqiydiganlik sabablab qolganlik uchun nima deydi? Vaylul lil aqabi minan nar. Ya'ni so'njaqlik ilmda asosli sabab, tushunarmi? Musabbablik qilinmay asosli sabablik ilmda. Ya'ni bu mushu sababdan so'njaqni chalib yuyilganligi sababidan bular davzaq kirdigan ishni qilib soldi degan tahdid ham, tushunarmi? Davzaq kirib ketsa demakchi emas, ya'ni davzaq kirdigan amalni qilib sizlar degan bu qattiq tahdid hamda. Yani vaylul lil aqabi minan nar. Yani devzaqdan bo'lgan so'njaqlarga, ya'ni so'njaqlarning egalariga halig va isitda marratayn, 2 qatim, avsala yoki 3 qatim dedi. Demak, bu shunday kelganda, bunda Alloh taolaniki chekchiliklar bizga bitilsa yoki shariatga xilof ishlar ko'rilsa, shu chaqda qattiq uylik ovoz bilan to'lab ularni bu yomonlikdan to'ssa, bu Payg'ambar alayhisolamning yo'li, eng afzal yo'l. Tushunarmi? Bu shunday demakchi, kim? İmam Buxoriy. Mishadiki shahid, hadisdagi shu bab bilan hadisdagi shahid nada desanglar,
Rafa'a savtahu bil ilim degeni ey fenada bi a'la savtih degan. Shuningmi fenada bi a'la savtih degan ya, ya'ni ilm bilan ovozni ko'targan deganga dalil so'zlab turib o'tadi. Demak, keyin sahobalar hammasi boshqani ta'tilib, boshqa dunyo yo'q o'qigan edi. Chunki bu vaqtda sahobalar bundan burun sahobalar buni bilmaydi. Keyin bilgandan keyin har qancha aldirash bo'lsin-mu, namozni vaqti chikil qashlab kelsin-mu, tahoratni komil ilib, undan keyin namoz o'qiydiganga bo'ldi. Shuni tahorat yo'q namoz o'qisa, xatar. Davzaqni kuydi degan gap. Bu odam so'njaqgani bilan so'njaqganlarligini, so'njaqgan muomala. So'njaq. So'njaqni chaloqlab chalchatbaq qilib namoz o'qisa do'zax kelgan yerda. Agar tahorat yo'q namoz o'qisanda ular. O'ylab boqma. Bir odam tahorat yo'q namoz o'qisanda ular. Mana o'ylash kerak. Shuning uchun tahoratni komillatish eng muhim. Isbag'ul vudu. Bu shunday hadisni jetini muhim. Tushunarmi? Yalla bismillah. Endi biz Kitabul Ilmning 4-bobiga keldik. Bu bo'lsa babu qawlil muhaddisi haddathana ve akhbarana ve enba'ana. Yani bu bab bo'lsa muhaddisning haddasana ve akhbarana ve enba'ana degan qavlinin babı. Demek ma babda İmam Buxoriy bizlarga mustalah al-hadis bilimi haqida so'zlaydi. Shunaqmi? Mustalah al-hadis bilimi haqida. Intayin muhim. İntayin muhim bab. Demek İmam Buxoriy mustalah hadis bilimlarini kimden olgan degan gap sahobalardan delil keltirib turib oladi. Yani üzcekske paydalab qolgan ish yo'q. Mustalah istilahlar üzcü paydalab qolgan ish yo'q. Yani hammasini sahobalarning ishlatgan atalg'ularini ko'rib tanlab olib, ha, buni bunda desek bu degan, mana bunday qo'ysak bu degan, mana bunday qo'ysak bu degan deb shunda ayrishgan edi. Ve qala lana al-Humaydi. Humaydi degan İmam Buxoriyning shayxlaridan biri. İmam Buxoriyning shayxlarining biri. Bizga Humaydi, yani Abu Bakr ibn Abdullah ismi. Al-Humaydi bizga mundaq dedi. Kana inde ibn Uyaynata. İbn Uyayna'nın qishida, yani Sufyan ibn Uyayna demekçi. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah'ның qishida, demek çoğunu göz qarshida demekçi. İnde, yani göz qarshida, mezhebide haddasana ve akhbarana ve enba'ana ve semi'tu vahida. Hammasini haddasana bizga hadis so'zlab berdi, akhbarana bizga xabar berdi, enba'ana bizga xabar berdi, semi'tu men anladım degan hammasi vahid bir edi. Yani farq yo'q. Ularning orasida bu hadisning sahihligi yoki e'tibor jihatida hech qanday igiz pastlik yo'q. Farq hammasi o'xshash. Yani haddasana hadisim bo'ladi, akhbarana hadisim bo'ladi, enba'ana hadisim bo'ladi, semi'tu hadisim bo'ladi. O'xshash edi. Endi hadisdagi jiklab qo'ydigan bir gap bor. İnchiki bir masala. Bizning hadis ulamolarının salaflarining, yani Sufyan ibn Uyayna, masalan Humaydi, masalan nima? Hatta İmam Buxoriygacha mesela. İmam Buxoriy ustozi Humaydi, uning ustozi Sufyan ibn Uyayna mesela. Undan keyin to'rt mazhab imomlar İmam Malik, İmam Azam Abu Hanifa, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal. Demek şu ko'p sonliq yani salaf ulamolarning ko'z qarashida nima haddasana, akhbarana, enba'ana, semi'tu deganlarning hech qanday nimasi yo'q edi. Farqi yo'q edi. O'xshash shaklda. Lekin xalaf ulamolar, kimki xalaf ulamolar buni ayirdi. Xalaf ulamolarning istilohi buni o'xshamaydi. Qanday sana ular haddasana deydi. Yani şeyhinden anlasa. Şeyhinden anlasa haddasana deydi. Akhbarana deydi eğer şeyhiga o'qib bersa. Yani o'qish, hadis bilmada o'qish ba'zida faqatlab o'qiydigan gap. Şeyh anlaydi, talib o'qiydi. Ayda men o'rgan gap. Bas u yerda tushunmay qolgan bilashki iboratni voqasi tushundirib o'tib ketadigan gap. Bunday shaklda o'qish bor. Bunday shaklda o'qigan bo'lsa nima deydi? Akhbarana deydi. Enba'ana deydi, şeyh icazet berse. Şeyh talibqa bir hadisdan bir mavzudan icazet berse, enba'ana deydi. Semi'tu degan hammasi anladim degan, qulga anglagan u normal. Shundaqmi bu ishni ayirgan kimki muxtalif xalafda. Undan keyin u yana bir xilda ayirgan, yana bir qismda. Qanday ayirgan? Haddasani deydi. Agar şeyh hadisi deb berganda yolg'iz shu odam bo'lsa, haddasani. Haddasana deydi eğer şeyh hadisi deb bergan yerda bir muncha odam bo'lsa. Undan keyin akhbarani deydi eğer yolg'iz o'qisa. Bizning shayximiz Muhammad Naim Araqsusi
Davamlı bunda öğütetti. Akhbarani bi kıraati Şeyh Habibullah Mazahiri Sekinul Medine Nezilul Medine deb shunda boshlaydi. Meni ustozim İmam Buxoriga ulashgan sanadi bilan men anglagan edim, men o'qigan edim deb bizga Şeyh Muhammad Naim Araqsusi rahimahullah hafizahullah hozir bor bu kishi Suriyadagi katta shu Buxoriy hadisi yuradigan katta ustoz hamda. Ajındağı deydi mesela. Onundan keyin yani akhbarani deb kelsa, akhbarani degani yani men faqatlam yolg'iz men o'qimadim degan bo'ldi. Yolg'iz bu shart emas, boshqa odamlar bo'lsin mayli, lekin hadisni kim o'qidi, masalan siz iborat o'qiganmi? Masalan birisi bak o'qigandek hadisni hammasi o'qisa, nimasi bo'ladi? Akhbarani desa bo'ladi. Birisi bak hozir iborat ma o'qibasa, buni nima deyiladi? O akhbarani deyiladi. Akhbarani degani yani men shayximni o'qib berdim. Bi qiraati ali akhbarani bi qiraati alayhi. Bundan keyin anba'ana akhbarana deydi. Yani boshqalar o'qidi, iboratda boshqalar o'qidi degan shu so'rinda bor. İbaratda boshqalar o'qidi degan so'rinda bor odam akhbarana deydi. Anba'ana degancha anba'ana deganmiz biz degandek yani ijozat. Anba'ani deydi, men ijozat berdi degan bo'ladi. Anba'ana desa, yani ijozat bergan so'rinda ba degan bo'ldi. Shunda namamizda ayirgan. Bak xalaflarning, kiyimlarning ayirishi, lekin salaflarcha muhaddislarning salaflari ayirmagan, hammasi o'xshash. Endi yana bir ayrilish bor. İmam Buxoriy bilan İmam Muslimning farqi inchga. İmam Buxoriy hatto annimi ayirmaydi. Shunda anmi o'xshash. Lekin muannan deymiz-ku, lekin anni bilan keltirilgan. Bu o'xshashaydi, ammo shart bor. Muannan hadisni rivoyat qilgan ravi o'zining shayxi bilan bir zamonda o'tgan bo'lsa va shu shayxini ko'rgan bo'lsa, xolos. Anni qabul qilaveramiz. Muannan yani o'xshash hadisana samiyatullah o'xshash deydi, qabul qilaveramiz. Deydi. Ammo İmam Muslim nima deydi? İmam Muslim muannan hadisni agar ravi o'zining shayxi bilan bir zamonda o'tgan bo'lsa, hatto kurashganligiga doir bir isbot bo'lmasa-mu, qabul qilaveramiz. Sahihda qabul qilamiz. Tushundingmi? İmam Buxoriy va İmam Muslimning farqi shunchalik. Demak, kimning ichki ekan yo'li? İmam Buxoriyning. Tushundingmi? İmam Buxoriy yuz xotir qilmaydi. Haqiqatchi shenjilik fiqa ravi bo'lsa-mu, agar shuniki shu shayxiga, ustozi bilan kurashganlik nimasi bo'lmasa, isbot bo'lmasa, buni sahih qatoriga kirgizmaydi. Chunki İmam Buxoriy degan tarixsiz o'qib olmaydi kitob. Buxoriyni tarixsiz o'qib olmaydi. Boshqa kitoblar o'qimaydi. Bu Qur'oni Karimdan qolsa, birinchi o'rinda turadigan muqaddas kitob. Hatto bu kitobni bir tamom qilsa, bir yurtda Buxoriy tamom qilsa, shu yurtga balo kelmaydi. Tushunamizmi? Bir yurtda faqat Buxoriy o'qib, lafzini o'qib tamomlagan bo'lsa, shu yurtga balay qazo afat kelmaydi, vabo kelmaydi. Bu degan mujarrab, sinab o'tilgan. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dedi حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis so'zlab berdi va huwa halbuki Rasululloh bo'lsa as-sadiq, rost so'zliguchi, rost aytquchi va al-masduq ham rost so'zlanguchi. Ya'ni Rasululloh hadis so'zlasa, Rasululloh gap qilsa qanday so'zlaydi? Rost so'zlaydi. Rasulullohga so'zlangani ya'ni vahiy demakchi. Jibril alayhisalom Rasulullohga nima so'zlaydi? Rost so'zlaydi. Tushundingmi? Nima demakchi? Endi ve huve es-sadiqul masduq demişada delil keltirib İmam Buxoriy. İşte İbn Mesud radhiyallohu anh debdi haddasana degan gapni aytibdi. Tushundingmi? Haddasana degan gap ya'ni bir kimkida paydo qilib olgan bir istiloh emas, balki sahobalardan kelgan haddasana degan bu istiloh kelgan. Demak, sadiqul masduq degan hadis shunda kelsa kalom qilish kerak. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamniki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu vaqt onasini qusqib tuyalganda uyulgan partisi bo'ladi, uning keyinidan bir tishlam go'sht bo'ladi, uning keyinidan 40 kun o'tgandan keyin, 40 kundan keyin bir bosqich o'riladi. Unga Alloh taolo ruhni fidaydi. Uningki firishta kelib uningki ajrini, rizqini, said shayqiyligini yozadi degan
Hadisdeki 5'i bu. Şimdi çıktı Allah'ın inşallah. Emdi ve kâle Şakik Şakik diyen kim? Ebu Vail. Şakik dedi ki Abdullah ibn Mesud, Abdullah'tın yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ı rivayet kılıp Semiyetun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kelimete keza, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bundak kelimini anladım. Muşinin devamı da fekultu kelimete keza, ben bundak kelimini dedim diyen yerde semiyatu diyen sözü işletken sahabada köp semiyatu diyen köp işletiyordu sahabada. Şunu anlama bu meyinde sahabadan kelgen eser. Anda vardı ki bu ne demekçiydi beğendiyse yani Peygamber Aleyhisselam dedi, Peygamber Aleyhisselam hakkında adam men mâte la yüşriku billahi şey'en men mâte yüşriku billahi şey'en dekhalen nar diyen idi, ben dedim men mâte la yüşriku billahi şey'en dekhalel cennet dedim demekçiydi Abdullah Mesud radıyallahu anh. Resulullah Allah şirk etmeyi ögeden tezahkir ediyor diyen idi, ben dedim ki Allah şirk etmeyi ögeden cennet kirdi dedim de İbn Mesud radıyallahu anh ne demek istemiş. Lakin belki İmam Bukhari delil getirdi. Semiyatu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem keda semiyatu. Şunu anlıyor musun? Ve kâle Hudeyfe yani Hudeyfe ibnul Yemen radıyallahu anh'ın da dedi. Haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyni. Bizge Resulullah iki hadisi söyleyip ba'de dedi. Bir şey mi haddesena anı geldi dedi. Ve kâle Ebul Aliye Ebul Aliye er-Riyahi وهو اسمه رفيع اسمه وزاد مناقضي عن ابن عباس رضي الله عنه شو ضمن عن كاتب عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه رواية قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Fima yervihi an Rabbi. Resulullah öz perverdigarının rivayet hadisinde bundan rivayet kıldı. Peki en diyen eğer sahih olsa hemimizin evzel bunu turdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem an Rabbi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en diyen Omluk en de kıldı Peygamber kelgende. Şundan var. En diyenin derecesi yukarı. Lakin muayene en de biraz şu anda kabilen ama en diyen söz asli eğer de şu sahabe bilen tabii yani şeyh ravi bilen şeyh küleşkenlik inik bolsa en diyen lafzı intayin üstün ulu kelime. Bunu sel karışık olmaydı. فقال Enes radıyallahu anh Enes radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeruhi an Rabbi diyen Enes radıyallahu anh diyende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselam yervihi an Rabbi. Peygamber aleyhisselam öz Rabbiden rivayet kılıp mındak dedi. Şunu anlamı. Ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu anh mındak dedi. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yervihi an Rabbikum tebareke ve teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselam sizlerin Rabbinle tebareke ve teala'dan rivayet kılındı deyip bunda söz diyen. Demek bir yerde hatta demek ki an Semiyatu, haddesena, akhbarana, enba'ana diyenlerin hemisi sahabeların göz karşısında okşaş birliktelikini demekçi ki İmam Bukhari rahimahullah yani keltiga rivayetlerden biz şunu haber biliyorduk ki demek ulanın göz karşısında şu lafzilerde hiçbir fark yok idi davatıdı. Lakin kinkilerde fark payda buldu kinkilerde. İndikilerde fark bulmagan idi. Ol senede muttasilimiz bilen İmam Bukhari etken İmam Bukhari mundaq degen. Kutaybe ibn Sa'id hadis sözde ba'de uzat mundaq dedi. Haddesena İsmail ibn Cafer an Abdullah ibn Dinar. Bizge İsmail ibn Cafer Abdullah ibn Dinar radıyallahu anhu'dan rivayet kılıp hadis sözde ba'de. Abdullah ibn Dinar Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. İnne mineşşecerati şecereten la yasqutu varaquha. Şüphesiz ki daraxtın içinde bir daraxt var ki onun yupurmuqı düşmeydi. Yupurmuqı düşüp ketmeydiğen, gazanları düşüp ketmeydiğen bir daraxt var. Ve inneha ve o daraxt hakikaten Müslüman'a okşaydı. Meselul muslimi yaki mislul muslimi. Mislul muslim. Meselul muslim ise o daraxt Müslümanın misalıdır demeliyiz. Eğer mislul muslim bolsa o daraxt Müslüman'a hop mu okşaştır. Şundan misil diyen gap hop mu okşaşıya gelir. Nahud ise okşap kalıdı deyimiz. Misil diyen gap hop mu okşaş. Haddithuni mahiye. Bana o daraxtın nime ikenlikini yani qaysı daraxt ikenlikini sözlep birinlaçı o dedi Peygamber Aleyhisselam. Kal ravi mundaq dedi yani
Kim ravi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh dedi. Fevaka'an nasu fi şeceril bevadi. Kişiler bevadi degan sahranın, yezi qishloqlarning daraxtlariga tushishga boshladi. Shularning gaplariga tushishga boshladi. Yani bir deydi u daraxt, sidir daraxti, birisi deydi salam daraxti, birisi deydi oq daraxt, birisi deydi qora daraxt, ko'k daraxtlar. Hamma bilan shu daraxtlarni o'ylashib shu daraxtlarning gapiga palonga tushdi. Qala yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh deydi. Ve vaqa'a fi nefsi enneha nakhla. Mening ko'nglimga u daraxtning xurma ekanligi tushdi deydi. Mening ko'nglimga u daraxtni xurma daraxti deb ko'nglimga tushdi, ko'nglim keldi. Fastahyaytu degan gap. Ammo oyoq qoldim. Yani nimaga oyoq qoldim? Qarasam, yana birisi chiqdi. Qarasam, u yerda shunda menda cho'ng sahobalar bor ekan. Hatta Abu Bakr, Umar bor ekan, hech kim javob qaytarmadi. Hech kim javob qaytarmasa, men javob qaytardim. Sen oyoq qoldim deb o'tirdi. Thumma qalu, andikin sahabalar dediler ki, hadisna ma hiya ya Resulallah. Ya Resulallah. Bizga so'zlab bersan, u nima daraxt, u qaysi daraxt? Demedi, qala Peygamber dedi, hiya nakhla. Bo'lsa xurma daraxtidir dedi. Xo'sh, endi xurma daraxti bilan musulmon insonning o'xshaydigan tarafi qaysi desanglar, vallohu alam. Endi biz deymizki, xurma daraxti degan intayin manfaatlik, mustahkam bir daraxt. Manfaatlik, mustahkam bir daraxt. Yani o'zi intayin egiz usudu. Yiltizi cho'nqur, yiltiz dadidu. Xuddi shunday musulmonniki iymoni kuchli yiltizi, iymoni qalbida cho'nqur yiltiz datgan bo'ladi. Hem musulmonning martabasi shu darajasi, amallari intayin shaqlab xurma daraxtidek egiz o'sgan bo'ladi. Amali ko'p bo'ladi. Bunun keyin xurmaning mevasi tatliq. Mevasi tatliq. Ben paydalık. Xuddi shuningdek musulmonniki qilgan amallari, musulmonning qilgan ishlari hammasi yüzüge ve başkalarına paydalık. Müslüman davamlı başkalarına menfaat yetkizdi. Başkalarına menfaat yetkizdi. Hayrun nas men yenfa'un nas diyen Peygamber Aleyhisselam. Kişilerin içindeki en yakısı kişilerin menfaat yetkizgen kişi diyen. Müslüman başkalarına menfaat yetkizdi. Xurma daraxtining hatta xurması paydalık. Hatta xurmanın içindeki uruk, nava. Şu uruğu mu paydalık? Xurmanın çiçeği hem paydalık olmağanlar oldu xurma çiçeği. Onun için xurma çangı da koydu. Onun için hatta xurmanın kavuzuqı. Xurmanınki lif. Kavuzaklardan ağam çeşip yaşaydı. Xurmanın her bir nersi şaklardan kellelerini yasaydı. Demek xurmanınki taşlık atıdığın, kar kenmeydiğin hiç kandak bir nimese yok. Koyu öl, tik tuğan halıtı olsun, koyu kesip işittiğin halıtı olsun, yağaçlarda şunda çıraylık, menzillik öyleni yasaydı. Mesela, demek xurma daraxtiga intayin menfaatlik. Şunda xuddi shuningdek musulmonmi shundoq menfaatlik. Xurma daraxtidek mustahkam, shamol bo'ronlar o'tolmaydigan, xurma daraxtidek foydaliq, xurmadek shirin, mo'min musulmonga shundoq shirin bo'ladi. Degan bo'ldi, vallohu alam. Xo'sh. Xo'sh, endi bu hadisni bu 62-ci hadis. Bu hadis bu tekrar hadis ekan. Lekin bu hadisdagi o'xshamaydigan yana desanglar, birinci bab o'xshamaydi. Birinci yuqoridagi hadisda babda nima deb keltirgan edi? Haddasana, muhaddisna haddasana degan qavli deganni ulab keltirgan edi. Chunki unda haddisuni Peygamber haddisuni ma hiya degan edi. Mana so'zlab beringlar haddisuni deb degan edi. Peygamber Aleyhisselam işletken söz demekçi, haddesana degan söz. Bunun kendi sahabalar haddisna degan edi. Hem de Mav 5. babdaki söz sana imam bir meselenin özünün ashablarına meseleden birine koysa, sualdan birini koysa, ulaniki ilimden boğan, ulanın qanchalik ilim barligini, ulanın ilminin qanchalikligini bir sinab beqish uchun, ko'rib beqish uchun sual qo'ysa, bulam da o tariflarga deb keltirib, Rasulullahning kimda sual qilganligini İmam Buxoriy keltirgan, ma'babda shunday keltirdi. Demak, bir hadisda ve İmam Buxoriy bunday qildi. Bir hadisdan İmam Buxoriy her bir taraflarını bir bab qilib, şu hadisin üzerine qildi, yana bir bab qilib, hadisin chiqqan hukmlarnicha bab qilib, biz xuddi bu yerda uchiq kelgandek mana. Birinchi qatim haddasana degan so'zni deyish qanday bo'ladi?
Endi ikkinchi qatim nima qildi? Ya'ni imom o'zining sahobalari, o'zining ashab hamrohlaridan, talablaridan savol so'rab, ilmini sinab so'rab, savol so'z bo'lamdi. İmtihon qilsa bo'lamdi degan to'g'riliq. Endi uchinchi masala chiqadigan masala bo'lsa bu istikimdi. Ya'ni cho'nglarga hurmat qilishni yaxshiligi. Taliblar, talib ilmlar ilm so'rida o'zining yoshi cho'nglar, o'zining ilmni cho'ng yoshi cho'nglarga hurmat qilsa bo'ladiganligi. Chiqadi. Xo'sh, tekrar savol shuni o'tib ketamiz. Bo'pti, endi bugungi darsimiz mishakchi bo'lsin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ta'ala va sallam ala xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.